Jangchi faqat bir marta o'ladi. Lekin o'limdan qo'rqadigan kishi qilichlarning qarsillashini eshitgani sayin har safar o'ladi. Shuning uchun begonalarning eshigingni bosib o'tishini qarib to'lib tomosha qilishdan ko'ra, qo'lingda qilich bilan jangda halok bo'lish afzal. Qon bilan to'lanadi va taklif etilmaganlarning qo'rqinchini sahro yutsin. Biz birdanmiz va birlik bo'lmasa, hatto 1000 ta yo'lbars ham bitta bo'ri qarshisida qo'ylar to'dasiga aylanadi. Birlashing yoki bittalab halok bo'lasiz. Qarshingizda necha dushman borligini hech qachon so'ramang. Faqat ular qayerda ekanligini so'rang. Faqat qo'rqoq taqdirda oqlash izlaydi. Jasur odam o'z taqdirini qilichining uchi bilan o'zi yozadi.